Assalomu alaykum ko'rurmanlar. Bugun biz oldin qatim qilgan Xitoy haqidagi programmamizning davomini qilmoqchi. Bizga Xitoyning madaniyati, Xitoyning tarixi, Xitoylardagi ideologiyalik farqlar qatorliq temalarda Ilshadkam oldingi qatim Xitoy madaniyati Uyg'urga xiris degan temada bir leksiya so'zlab bergan. Bugün şununki ikinci kısmını biz bilan o'rtoqlashmoqchi. Ilshadga hoş geldiniz. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Mehmet doktor, rahmat sizga va ekran oldidagi barliq qarindoshlarga rahmat. Oldin qatimliq programma ayt yaxshi bo'ldi. Ko'rurmanlardan buni ayt yaxshi inkaslar keldi. Bizningki shu Xitoyga bo'lgan nazariy tunishimizningki o'sishi mencha nihoyatda muhim deb qarayman, chunki tarixda bu jihatda jiq ketkizib qo'ydik. Shunga sizningki qimmatli vaqtingizni sarf qilib, alayda tayyorlik qilib bu temani bizga yo'rtib berganingiz uchun yana bir qatim rahmat aytaman. Ko'rurmanlarimizning, do'stlarimizning bu temadan yaxshi foydalanishini ham bahrlashini umid qilaman. Undaq bo'lsa biz o'tganki qolgan yerimizdan davomlashtirish uchun men nimani ochay. Biz oldin qatimliq mazmunni ozroq ko'rsatib, men bizningki do'stlarga tushuntirish berib o'tgandan keyin so'zni Ilshadkamga beray. Oldin qatim biz birinchi videoda Xitoy madaniyati Uyg'urga xiris degan mavzuninki, temaninki tarix Xitoy uchun e'tiqod degan birinchi nuqtasi ustida to'xtalib o'tdik. Orqadan hokimiyat mustabid puxra qul degan nuqtada to'xtaldik. Xitoyda tarixninki hokimiyat uchun xizmat qildiganligini, Xitoyda muayyan bir e'tiqodninki kuchlik emasligini, tarixni e'tiqod sifatida yezib, burmilab, uni kishilarga, fuqarolarga singdirib, Xitoyninki hokimiyati uchun xizmat qildirganligini o'rgandik. Ondan hokimiyat mustabid puxra qul degan nuqtada Xitoy tarixida demokratik bir ongninki bo'lib boqmaganligini, Xitoylarda davomli hokimiyatning mustabidligini, puxraning qul ekanligini, shunga Xitoyninki bu bugungi zamonaviy dunyoga moslasholmayotganligini Xitoy madaniyatidan bog'lab tushundik. Hamda bugun biz ulug' birlik degan nuqtadan davomlashtiramiz. Ilshadga ulug' birlik degandan nimani tushunamiz? Siz nimani yo'rtib bermoqchi bu mavzu orqali? Rahmat, yana qaytib keldik. Oldin bu yerda bir deb qo'ysam, oldin ketim esimdan ko'tarilib qolibdi. Bu mening tayyorlagan bu leksiya amaliyotda Uyg'ur akademiyaninki shuningki bir tarbiyalash kursiga tayyorlik qilib shuningda ishlatgandim. Men ham Uyg'ur akademiyasininki, men qurultayninki ijroiyaning muavin raisli emas, ham Uyg'ur akademiyasinikidimi Xitoy tadqiqotninki qarindishimiz Farod Tangirtog'li vafot etgandan keyin shu Xitoy institutiga ya Xitoy bölümü demdik. Şunun mudirlikni o'tayapman. Shuningga bu shu Uyg'ur akademiyaga tayyorlagan, ham Uyg'ur akademiyasining bir mevzusi desak bo'ladi. Shuningga buni bir deb qo'yay dedim. Askartib qo'ydik. Ha, askartib qo'yish. Ham ulug' birlik yana Xitoylar tayi to'ngdaydi. Hozir bo'libmi shu sosyal taraqqiyotlarda yoki boshqa yerlarda Uyg'urninki bizning yoshlarimiz bo'libmi Xitoy tiliga yaxshi Uyg'ur yoshlar Xitoylar bilan doim talashayotgan narsa Xitoy deydi
mayli demokrat Xitoylar bo'lsin, mayli Xitoylar bo'lsin, kommunistlar bo'lsin, hatto Tayvandagi bir turkum milliy hukumatning qoldiqlari, ya'ni Kuomintangning qoldiqlarimi shu ulug' birlik, yana Daitong buni targ'ib qiladi. Bu Daitongning ichida biz Turkiston, Tibet, hattoki hozirgi Tashqi Mo'ng'ul ve Qozog'istonning bir qism zaminlari, Qirg'izistonning bir qism zaminlari, Koreyan bağı deymi? Koreyaning ba, hattoki hozirgi Rusning Sibiriya tarafidagi Vladivostokcha mushu zaminni hammani oxiri Xitoy qudrat topganda qaytib keldi deb shuni jarsiyapti Xitoy millatchilari. Buning umumiy nomi shu ulug' birlik. Ama bir yerde yana bir narsa var. Ko'pincha vaqtlarda biz ulug' birlik yoki Xitoycha Daitong degan vaqtimizda faqat biz noqul uni zimin birligi, Xitoyning mushunda cho'ng ziminni egallamoqchi degan mafhum bilan tushunyapmiz. Menimcha bu hukmning bunda noqul birli tarafini tushunish eng cho'ng xatolik. Xitoyningki ulug' birligi degani nima degan vaqtida bu yerda faqat ziminla emas, ziminning ustida yashayotgan millatlar, madaniyatlarni hammasini xitoylashtirib, eng oxirsida faqat Xitoy ideologiyasi bilan xitoylashgan, tili xitoycha, urf-odati xitoycha, madaniyati xitoycha, yezigi xitoycha, hattoki tafakkurimi xitoycha bo'ladigan manda bir narsani ulug' birlik deydi Xitoy. Yana Daitong degan vaqtida o faqat moddiy biz ko'rgan ziminlar emas. Uning ustidagi yashayotgan shu ziminda azaldan yana indigenous bo'lib yashayotgan shu xalqlarning hammasini o'z ichiga olgan, şu milletlerini mu indigenous degan şu ziminning asildagi egisi degan gap. Asildagi egisi degan gap inglizchada. Şu odamlarning mu hammasini Xitoyga o'xshash qilib xitoylashtiramiz degan ma'nosi. Uning ichida xuddi abayman dedim, yana bir takrorlab o'tay. Şu ustidagi xalqni mu tilda, yezikda, medeniyette, psikikada, anda, hamma jihatda xitoylashtirish bu ulug' birligi. Yana Xitoy madaniyatida o'ziga o'xshamagan rangaranglikni xohlamaydi. Shuning biz buni beshimizdan kechirgan. Mening yeshimdagilarda azdir ko'pdir bo'lish kerak. Masalan, madaniyat inqilobi. Men cho'ng'igan vaqtimda, azroq ish bilib maktablarda vaqtimda hammamiz o'xshash ko'k chapan, ko'k ishton kiydi. Undan boshqa rangdagi kiydiganlar bak oz. Undan keyin ko'p odamlarningki ishtinning tizig'ida mana bir nima yamoq bor, qo'ngida yamoq bor, yoshki ya bir bo'ladi. Bu shu vaqtdagi birdan bir moda, hamda boshqa o'xshamaydigan, azroq qila oladiganlar. Nima degan vaqtida hamma odamning chapinning to'rt yanchig'i o nima deydi shu vaqtda ba'zilar lelinchi deydi, ba'zilari jongshanchi deydi. Shu Jongshanfu. Kiyishmi o'xshash, rangmi o'xshash. Shuningga madaniyat inqilobi eng kuchli vaqtlarda, eng yovvoyi darajasiga yetgan vaqtlarda masalan ko'pinchalar qurbati yetganlar harbiy kiyim kiyardi, seriq. Shuning bilan chet elliklar Xitoydagi butun xalqlarni Xitoyning shu ishg'oliyatidagi va Xitoyning qullig'idagi hamma xalqlar nima degan desa seriq chumölar degan. Xuddi hammasi chumöliga o'xshash bir rangda to'xtamay manganniki bu chumöliga o'xshaydigan xalqlar. U yerda rangarang ko'maysiz, boshqa rangni ko'maysiz. Ayollarda halqi yo'q, ko'ynak kiymaydi, hammasi ishdan kiydi. Esimden chiqmaydi. Bizning shu Chuluqay shu vaqtida bir ayol birinchi bo'lib, pek kichik vaqtim, azroq esimda va keyin umumlashdi. Masalan bir Uyg'ur ayol bir ishdan kiyib ketdiki, hammasi
şu ayalını ismini unutup kaldım. Birini Xitay dep, keynide hem de onu birini Xitay dep atattı. Çünkü biz Uygurlarda, onda ayallarda işten kiyiş yuvaklardı yok. Benim bildiğimde işten kiymeydi. Onu alayda köyüne kiygendin ki cikosa millice kiyindi. Şununla o Xitayçı işten kiyivağanını alayda acayip bir tuyulardı. Ama Xitay şunun kapırmayadıydı. Bu nime degende bu uluk birlik digini o fakat zimillemez. Bununki akıbetini biz hazır tituvatımız. Onunki akıbetini naiti açık bizge bildirvatıdı. Mesela nime desek Uygur milli kırgınçılığı. Şunun sebebi nime degende biz hazırgıça Xitay bilen tirkişip özlüğümüzün saklap kelgen tok 2016'nın ahırsıda Emdi vakti geldi bizge dep Xitay güçlendik dep bizni Xitaylaştırışını başladı. Mesela hazır şu Xitayçı kiyini gizivatıdı, Xitayçı söz ıltıvatıdı, Tonguz göç yigizivatıdı. Ben yakında bir dostumның depbegini, dostumның. Onun bir dostu vatandan kelip, nayti jirak bir yerde körüşüp, azırak depbegen gibi. Depti o adam, o kişi. Canupta asasen çoşku göç yemigen Uygur'unu koymu diye depti. Kanda depti ki, kadırlağa hemmesini Xitay aşkansı uğurlaştırdı ki, yığın açıdan çıkarak. Onun için Xitay başlar çok söylen elip taksite gisip koydu ki. Yemise milletçi. Şununla Yese jigen buldu. yaydı ki. Onun için Ramazan'da mecburi çüşte tamak yigüz etti. Hazır çoşku geçini mecburi yigüz. Onun için deydi, dihallağa üyüge tukkan boğan ki ma hafta Uygur tukkan tamak tayarlısa yanı bir hafta Xitay tukkını tamak tayarlaydı ki. Xitay tukkan şuna olan bazadan Tonguz göçü çöçörü olamdı, cuva adamdı hemen elip gelirdi ki yani o şaştaydı. Çoku bilen elip sizden taksınızga vay yan dep sep koydu ki yemisiniz milletçilik. Radikal. Şuna olan hemmesi asasen yemegenlerini şu akırıp yigizdik ya lagerinin içine. Yigenler hem de herhalde azrak öydü sakaldıgan bu kadar var. Hem demegim nime dige vaxtıda hatta tamaktım o sizge alayda o imtiyaz berdiğen o devri ötüp gitti. Bu Xitay'ınki bu uluk birliğininki yanı bir kısmı. Şunun için bu uluk birliği mevcut devamlı şirike Xitay'ının her kandak Xitay'ının kolu düşüp kalgan milletinki milli kırgınçılıkka uçuruşu mukarrar. Mukarrar. Çünkü Xitay bu uluk birliğinde fakat zimillemez. Onun üstündeki adamlarını özgü okşaş kılış. Şunun da siz eğer bir Uygur özünün ana tilini bilmese, yezgini bilmese, medeniyetini bilmese, taamlarını bilmese, kiyinişini bilmek, hemisi Xitaylaşsa o Uygur olamdı ya Xitay olamdı. Bence o namıdaki Uygur ama o Xitaylışı olan bir Uygur oldu. Xitaylaşkan buldu ya. Xuddi mancu oladık. Hazır basınız belki Xitayda, Beijing'de bir tokay mancu men deydiğanlar var. Ama onunki özünü mancu deyişten başka hiç kanda bir nefsi mancu emez. Bu birinci sualınızda. Yani uluk birlik zaten nimini deydi. Davamlaştırıyorum ama. Hem de uluk birliği kaçandan başlanğan degende muşununda ben küsetken birincisi hem de bu hemmesi hacvi resim, hiyali resimler hiç kaysi bir öz vaxtdaki o Xitaylarının resim kaldırmağan. Birincisi Çin Shi Huang'daydı. Yani Çin begligi miladından burun kengiyip kalan begliklerini hemmini yok top onunla biz aldın ketimki leksiyada mesela Puhra Kul hakimiyet mustabit diye vaxtıda bu mustabitinin en güçlenigini nak muşu Çin Shi Huang bilen başlanğan.
Yana ulug' birlikmi mushu Qin Shi Huang bilan boshlandi. Bu Qin Shi Huang degan Çin beyligini kengaytib, qolgan beyliklarni hammani yo'qotib, uningdan keyin bu bütün Xitoyni hamda shu vaqtdagi bütün Xitoyni yana Huanghe daryosining vodisidagi mushularni hammani birlik keltirib, Çin sulolasini qurib chiqdi. Buningda shu Shangyang yana Xitoyning qanda puhrani boshqarishini chiqarganning yardımı bilan birlik kelib bo'lgandan keyin Qin Shi Huangning chiqargan bir buyrug'i bor. Yana hamma nimani birlik keltirish. Shu Tongwen Che Tongui deydi. Yana burungi Xitoyningki beylik vaqtida yeziqi azroq farqi bor, tilda yana farqi bor. Uningdan keyin Harvu bilan mangidi shu vaqtida. Harvu bilan manganniki bu Harvuning kengligi her bir beylikning o'xshamaydi. Ba'zilar kengarak, ba'zilar tararoq, o'zininki ahvoliga qarab baylarninki shuningga cho'ngaroq, kichikroq qilgan. Ammo Qin Shi Huangga kelgan vaqtida yeziq tilni birlikka keltirdi. Uningdan keyin Che Tongui degani har qanday Harvu Çinning igdorchiligidagi, hukmronligidagi zaminda hammasininki kengligi o'xshash, chaqining cho'ng kichikligiga o'xshash hammani birlikka keltirdi. Manda degan vaqtida ulug' birlik yana bu yeziq bilan hattoki mangan yo'lning cho'ng kichikligi bilan birga kelgan. Uningdan keyin bu Qin Shi Huang'ninki qilgan eng cho'ng yana bir narsasi nima deganda Xitoylar hozirgacha deydigani Fen Shu Keng Ru deydi. Yani nima deganda bütün shu vaqtdagi Xitoydagi har xil ko'z qarashdagi kitoblarni hammani yig'ib, akilib, hammani o't qo'yib kuydirdi. Uningdan keyin shu vaqtdagi Xitoyning ziyolilarini, ya'ni Kongzining ta'limotini targ'ib qildiganlarni hammani olib tirik ko'mbatgan. Maqsad nima? Birlikka keltirish. Kallini, yeziqni, hatta yuradigan yo'lni birlikka keltirish. Mana hamma narsani qiliblashtirish. Hamma nimani qiliblashtirish. Hozir Xitoylar masalan Uyg'urlarningki, bizning temamiz shu. Xitoy madaniyati Uyg'urga xiris. Uyg'urlarning hatto kiyimini o'lchamlashtiryapmiz deydi. Atlas ko'ylakni o'lchamlashtiryapti, kiyim-kechakni o'lchamlashtiryapti. Bu xalqarada hech kim kiyimni o'lchamlashtirmaydi. Har xil modada ba'zilari ochiqaroq kiydi, ba'zilari yo'gab kiydigan har xili bor. Ammo bu Xitoyninkida hammani birlikka keltirish. Shu Qin Shi Huangdan boshlangan. Qin Shi Huangning vaqtida endi bu ideologiya jihatda har xil uning oldida Qin Shi Huangning yana Qin sulolasining birlikka kelishining oldida yana qolgan beyliklarni yo'qotib, keyin amaliyotda u bir kengaymichilik. Kengaymichilikning oldida bu Xitoyda markaziy hokimiyat mavjudligi yo'q asosan. Bu yerda Xitoyninki birlik keltirish degani amaliyotda biz kengaymichilik tushuntirish uchun birlik keltirish degan so'zni ishlatyapmiz. Amaliyotda boshqalarning ziminini besib olish. Besib olish, kengaymichilik. Undan keyin shu egallab olgan zaminni o'ziga o'xshash qilish. Shuningga bu yerda Çinninki davri kelgan vaqtida qolgan ko'z qarashdagilarni hammani yo'qotib, yana Çinning davrida fojia deydi. Bu fojia deganni Xitoylar hozir hamda qonunchilar deydi. Amaliyotda qonunchilar emas, men keyinda yana bu masalaga qaytamiz. Qonunchilar emas, podshohninki yoki orduning amrini izchillashtirish, yana uni amaliylashtirish tarafdorlari desak muvofiqroq bo'ladi deyman ularni. Chunki fojia degan vaqtida Xitoy hozir uni qonunchilar deb tushundirmoqchi. Bu yerda qonun yo'q. Qonun to'g'riliq men oldin ketim siz bilan muzokara qildik. Masalan Xitoy madaniyatiningki ikkinchisida biz shuni degandik. Xitoy puhra qul hokimiyat mustabid degan vaqtida. Nima deganda biz shu yerda Xitoynikida qonun degan hukmning yo'qligini.
Şununla onundan keyinla Çin'ninki ağdırılışı bilen ula bir 100 yılga barmay Çin Shi Huang ölüdü, oğlu Hu Hai degan çıkıdı taxtiga. İkinci oğlu. Çıkışı bilen kanla kalan begliklerinin hemmisi kozgulan kötürdü. Ama o kozgulan hazır Shandong'daki Hezhe degan yerde başlangan. Yana Chenshin Wuguang deb iki Xitoy askerlikka ip mangallar. O vaqtida Çinning qonuni bo'yicha askerlikka siz berib doklad qildigan yeringizga vaqtida baramasa hammani o'lim jazosiga tutadi. Shuning uchun ular yomg'ir yig'ib ketib, Shandongning Hezhe degan yerda 3 kun, 4 kunda to'silib qoladi. Ular o degan yeriga borgan holatdami hammasi o'lim jazosiga. Shuning bilan bular qo'zg'olon ko'taraylik, baribir o'ladi ekanmiz deb qo'zg'olon shu yerdan boshlandi. Amalsız isyan ko'taryapti ekanda bular. Amalsız isyon ko'targanga baribir o'lim jazosi ular uchun. Shuning bilan bular endi o'ninkiga inchikilab kirib ketsak, jiqo ketdi. Shu yerdan boshlandi, o'ninki qolgan bagliklarda hammasini boshlab, undan keyin bu urush 10 necha yilga davomlashib, oxirisi Liu Bang degan uni azroq so'zildi. Xitoy bu chiqib Han sulolesini tiklaydi. Yana Han sulolesi yana shu Çinninki shu vaqtida ishg'oliyatiga kirgizib olgan hamma bagliklarning zaminini yana qaytadan akirib, bu yerda yana bir o'zgarish bor. Hanninkini Xitoylar hozirgacha ajoyida Han sulolesini ta'kidlashi bo'libmi Han Wudi degan Xitoyning podshosini alohida madiylaydi. Chunki bu yerda Hanning davri kelgan vaqtida Hanning podshosi o Çinning vaqtida ma'u amir farmonni izchil manguzimiz deydigan Shangyang boshliq bularninkini tiklab ideologiyasini, Kongzininki ideologiyachilarini, targ'ibchilarini hammasini tirik ko'mbatgan. Ama Hanninki kelgan vaqtida Hanninki podshosi Liu Bangdan boshlab bular Confucianism, yana Kongzining ta'limotini davlat ta'limoti, davlat ideologiyasi deb tiklab, qolganlarning hammasini ularni cheklimi qo'ydi. Shuning bilan birga yana tarixni hokimiyat tarafdan yozish, ratlash rasmiy shu nemadan boshlandi, Han sulolesidan. Undan keyin hamda Xitoy bu yerda yana ulug' birligininki birisiga qisqartib deydigini nima desa, g'arb diyorida masalan milodidan burungi 60-yillari Han Wudining davrida o'nlarni vayrona qilib urushni yengandan keyin bu işte g'arb diyoriga, yana bizning hozirgi Sharq Turkiston zaminiga bir duxufu, yana harbiy gazarma qurganligini, shuni Qo'riqchi mahkama mi? Qo'riqchi mahkamasi demdikki, uni uyg'urcha degan. Uyg'urchada qoldi va. Endi bu yerda uning Rossiyaganligini aniqlashmi tez. Chunki jug'rafiyalik jihatdan Xitoyning o'zining hozirgacha kitoblarida g'arb diyor deganda o'zimi aniq deb bermaydi. Bu g'arb diyor zodi qaysi qismini deydi. Uningdan keyin bu yerda biz Sadichin sepili desak, Sadichin sepilining ko'pincha vaqtlarda bizning tushunchimizda Qin Shi Huangning davridan tortib bu Sadichin sepili hozirgidek deb o'ylaymiz. Amaliyotda Sadichin sepilining eng oxirgi selingan qismi Ming sulolasining vaqtida, yana Mongol istilosidan keyin tutilgan. Uning oldida unchalik Sadichin sepili yo'q. Shuning uchun bu g'arb diyor deganida balkim hozirgi Gansu, Qinghai bu tarafmi shuning ichiga kiradi. Hozir Xitoy tarixchilari buningda nati yil mikri bilan Sadichin sepilining tishi g'arb diyor desa, bizning tarixchilarimizdan tortib, hattoki g'arb tarixchilarimi Sadichin sepilining g'arbi bo'lgandan keyin hozirgi Jayuguanning sirti deb tushunadi. Amaliyotda Jayuguanning bu qism Sadichin sepili qachon silingan degan savolni
so'rash va u sepilning selingan aniq vaqtini bilsak, Xan sulolasining atalmış o harbiy gazarmasi zodi qayerda qurilganligi onunki aniqlandi. Onunki yer zimin o vaqtida Xitoyning tarixchilari, menimcha buningda Yaponiyaning bir g'arb diyorini, yana bizning ziminimizni tadqiq qilgan bir professor var. Shuning yozgan şu yer coğrafiyalik arliq. Nayt yaxshi bir kitob var. İsmini şu zaman isim qalamdim. Xitoycha tarjimasi var. Onunda Xitoyninki şu chaqirim arliqlarni hammasida jiq xatoliklarning borligi. Demak, o degan o'rni, endi masalan, bugurga selingan degan bo'lsa, o harbiy gazarmasini. O bugur hozirgi bugurmi yoki burungi bugurmi? O burungi bugur qayerda? Masalan, bu zimin degan ismmi o'zgarib mangdi. Masalan, men G'uljidagi Cho'loqayda cho'ng bo'lgan. Anglashimcha yer katta yana bir Cho'loqay bor. To'g'ri. G'uljida Chapchalda Jag'istay bor, Yatsuda Mavu Almutu tarafda yana bir Jag'istay bor aka. Demak, bu yerda hammasi tan ko'chib borgan. Shu yerdan borganlar shu o'zining mahallasining ismini yana davomlashtirgan. Shuningga bu tarixda hammasi shunday bo'ladi. G'arb diyorida burun ko'pincha ko'chman millatlar jiq. Shuning uchun bu zaminning ismlari hammasi o'zgarish, birazroq cho'nqirlab ketib qoldi. Endi yana bir narsa, agar biz bo'pti, sening deganing rost desakmi, bu yerda faqat men jiq deb ketdim, buni bir o'tib ketay. Bir harbiy gazarma o azaldan deydiganga asos bo'lolmaydi. Harbiy gazarma faqat u yerda yo'lovchilarni bexatarligini yoki o'zining elchilarining bexatarligini kapolat qiladi. Bir ya'ni azaldan mening deydiganga nima kerak deganda, u yerdan bajagan, u yerdagi hokimiyatni boshqurgan, yerlik hokimiyatninki olmishi hammasiga homiylik qilgan. Bunda bo'lgan vaqtida bu yerni azaldan desa, u azroq asos turadi. Ammo u Xitoyning nayti qisqa o'zining deganidimi, qisqa bir mezgil harbiy turg'izgan. Masalan, Xitoy oldin ketim dedim, hozir Afrikaning Djiboutida harbiysi bor. Amerikaning armiyasi Yaponiyada tug'an tarixi hozir bir asrga boray dedi. Yaqin. Yevropada turayotgani uzun. Undan keyin hamda buni hammasini agar Amerika qo'pib mening azaldan ziminim desa, u aqmaydi. Hammamiz bilamiz, o bir kulkiga aylandi. Shuningga o'xshash bu Xitoy Xan sulolasining davrida bir cho'ng o'zgarish bo'lgan. Shuning hozirgi Xanso yoki Xitoy deganimiz shu Xan sulolasidan kelgan atalg'u Xitoylarni shuni ishiltib, Xitoyning tarixidagi birdan-bir Xitoy o'zi qurgan, undan keyin shu nom bilan qilib qolgan bir kuchli bir imperiyasi. Undan keyingi Tang sulolasi deydi. Ama Tang sulolasini hozirgacha mayli g'arbninki, Xitoyning o'zining tarixchilari bu yerda Tang sulolasininki bir sap Xitoy emasligini e'tirof qiladi. Bu bir mana deganda hozir hamda buni yana qaytib kelib oldiga azroq mansak Qin Shi Huangnimi hozir Qin sulolasimi, chunki u hozirgi shu Gansu taraf kerak yaqin yerda boshlangan bu daglik. Ulanımı hazır, hatta Xitoy tarixchilarimi sap Xitoy bo'lishi natayin deydi. Onu mu endi mana degan vaqtida Xitoy emas degan bu ko'z qarashim bor. Shuningda bu Tang sulolasimi sap Xitoyning emas, ammo lekin Tang sulolasining davrida Xitoy bu zaminida qurilgan bu imperiya, ya'ni o'ttir tuzlanlikda qurilgan bu imperiya nihoyat kuchli bo'lgan. Ammo birinci ketin O'rta Osiyoda zarbiga uchirgan vaqtimi shu Tang sulolasining vaqti. Tang sulolasi. Askarlarni qo'g'lab chiqarayotgan oxirsida. Bu yerda undan keyin Tang sulolasinikida anglik, minglik, yana Xitoylar Anlushan Shisimin Talas urushiga mag'lub bo'lgandan keyin andin Xitoyninki ta'siri tugaydi shu vaqtda. Tugaydi, Shuningdan boshlangan. Endi bu yerda bu ulug' birligi Çin'den başlangan bo'lsa, Xan buni mukammallashtirgan. Yana
Confucianizm, yani Konzi ideologiyasi bilan o'zininki asosiy ideologiyasi ta bugungacha shu bo'yicha mengyapti. Bugungacha shu bo'yicha mengyapti. Yerden bir sual sorsam. Nima Çin beylikininki yurgizgini facialık dedik o facia ideologiyasi. Hanvudininki bu Konzi. Bu ikkisiniki qanday farqi bor? Konzininki darajalashgan jamiyatni darajalashtirib boshqarish, yana Tabiilik. tabiiy qilib boshqarish. Yana har bir odam o'zining o'rnida turish, uningdan keyin bir-birisiga hurmat bildirish, o'zaro tang tabiiyliklar bir-birisini so'yish, üstüdikiler azrak mehr buluş gerek, tövendikiler buyruk padişaha hürmet bilen buyruk boysunuz. Anda facia deginden ki bu hem menimini birlik keltiriş. Konzunikide Nocia deydi o ha? Neme? Konzuçilanın Nocia demdi o. Nocia. Confucianism deydiniz o İngilizce. Xitayca. Ruca deydi. Ha, Rucia. Ruca, Noca desiniz değil mi? Ne hata okudun ha? Ruca deydi. Rucia. Ruca, faca. Andi bu faca degini, bula nimene targ'ib qildi deganda, bula padişahning emri hamma narsani boshqaradi, hamma narsani birlikka keltiradi, uni nihoyatda kuchli jazo ig'ir bo'lishi kerak deydi. Ashaddiy ig'ir bo'lgan vaqtida puhrani qo'rqita olamiz. Mana deganda puhrani terrorni boshqarish kerak deydi. Hech qanday mehr, shafqat yoki narsani ko'rsatmaslik kerak. Yuqori tabiiyliklar bo'libmi podshoh tuvandagilarga hargiz rahimlik qilmaslik, ularga his tashliq darajasini ko'rsatmaslik, hamma narsani qiliblashtirish deydi. Bu ikkisiningki eng chong farqi. Shuning bilan neminiki endi buningda selish to'g'anda mana degan vaqtida nima Konzining ta'limoti odamlarni aldashga texmi bekerek mukammallarak. Ma kallığa asan singdiralaydi. Bo'libmi tabiiy qo'yichi oriydigan jamiyatga padişah rahimdil bo'lsa, shunaqa hozirgacha Xitoyda bizga singibdi bu ulug'larni kutish, yaxshi padişahni kutish. Uyg'urlarga kelganda yana bir Xitoy yaxshiroq kelib qolamdiki, ma u o'qiganki, ma u qaraganda yumshoqga, kuladigan Xitoyga yaxshimiki, birisi menga deganda Elshad ukam, biz Uyg'urlar Şavch Xitoy deb qo'yib, undan keyin ama yomon emas Xitoy jumon bo'lib qoladi deydigan gapimiz bor. Shuning o'xshash, uni yomon deydi, ama u azroq yaxshiroq Xitoy deydigan ma narsa bizga singdi, ama Xitoylarda u bek singib ketgan. Shuningga hozirgacha masalan Mao Zedongni bo'libmi Mao Zedongninki tug'ilgan kuni deymi 12 oyning 26-simi u Xitoyning. Ölgen vakti 9. ayının 9'u her yılı şunun ölgen yaki tuğulgan günü de basınız, karısınız hazır videolarda. Şavşendiğe yerde tiklep koygan heykelinin aldığa Xitayla beğenip, ömülep, jığlap, tavap kılıdı. Nime degende? Uluk görüş. Hazır Xi Jinping tılaydı, biz bir yaxşı Xitay kesti deydi. Jiang Zemin'in vaqti Jiang Zemin'ni tillattı, hazır Jiang Zemin'ni o yaxshi ekan to'xtaydi. Xuddi bizga o'xshash, bizga singan bu mijoz deb qarayman men shaxsan. Bizmi Sayfiddin Azizni tillab baqdik, ayblaganlar. Undan keyin bir mezgildan keyin İsmail Ahmedni deb Sayfiddin uningdan yaxshiroq ekandidik. Andan keyin İsmail Ahmed Temir Damomatdan yaxshi ekandidik. Undan keyin Temir Damomat İsmail Tilvaldidan yaxshi ekandidik. İsmail Tilvaldi Nurbekir'den yaxshi ekandidik. Hozir Shuhrat Zokirni qaraganda Nurbekir yaxshiroq ekandidik. Bugungi kunda davomli yaxshini izlab yaxshini izlab shuning bilan nima degan vaqtida bu yerda
en meselede tüzümün ekanligini ko'rolmaydi ekan. Bu xalqni ahmoq tutgan vaqtida tüzümün xatoligini emas, adamdan qarab, adamdan umid kutish bu narsa naq shu confusionizm bilan kirgan. Shu bilan bu ulug' birligini tugatsak. Tamam. Tangtayzong doğruluk to'xtalmadik. Azırak dedim bu Tangtayzong hamda bu Tang sulalisi keyinkilerge seliştiğen vaqtida Xitayning eng keng zaminni egallagan vaqti. Ham ama o keyin Manchingdek emas. Yana shu hozirgi Xitayning o'tir tuzlanlikda eng cho'ng bo'lib qurilgan, ama lekin Tang sulalisiga kelgan vaqtida Tangtayzongninki bo'lsin yoki Tang sulalisininki butun degan vaqtida bir xil ilki Xitaylar o'zini faxrlanadigan yeri nima desa, shu vaqtida Arab dunyoga ichilgan. Azroq biri savdolar, masalan qabul qilish, shu vaqtlarda masalan Chang'anda G'arbninki musiqalari, G'arb degani hamda balkim bizning musiqalarimiz yoki boshqalarning hammasi kelib Xitoyga Arab parislarning shu davrda Arab parislarning bu vaqtida xeyli Xitoyni o'zgartgan, Xitoyning madaniyati ma'lum darajada bir gullanish davrasi. Ama lekin Tang sulalisi ve Tangtayzong o'zidan tortib bularninki sap Xitoy emasligi hozirgacha bir talishayotgan bir masala. Ama asosiy jihatdan hamda anglik munglik to'polangdaydi qo'zg'alandan keyin bu yerda Tang sulalisining ichida Türk samg'un yoki generallarning nayti ko'p ekanligi, podshoh oilasi bilan bo'lgan qon qarindoshlik taraflarimi borligi isbotlangan bir ahvol. Demak, Tang sulalisi Xitoyninki sap Xitoy o'zining emas, bu bir aralashma, bir madaniyatining ustiga qurilgan bir sulalisi. Shuningga Xi Jinping oldin ketim O'rta Osiyodagi Shanghai Cooperation'dan ko'rishganda atalmış Tang sulalisining kiyim-kechaklarni kiygizib Xitoylarni shu O'rta Osiyodan kelgan rahbarlarni kutib olgan. Shuningdan kelgan. Rahmat. Undaqdan yana bir mazmunga o'tdik. Xitoy madaniyati yaqinqi zamondagi saxta jumhuriyatlar, milliy va kommunist jumhuriyat. Bu yerda Xitoy Cumhuriyeti bilan 1911dan 49gacha davr surgan. Undan keyin Tayvanga tashingan. Hozirgacha davom kelib kelgan Xitoy Xalq Cumhuriyatini demakchi elishayotgan. Bu cumhuriyatlarni saxta jumhuriyat debsiz. Nimaga asosan saxta jumhuriyat deysiz? Bu mazmunlarni yoritib bersangiz. Bo'ldi. Saxta jumhuriyat deydiğim, chunki jumhuriyat degan hukm, yana G'arbdan kelgan hukm. Cumhuriyet en dastlabki Yunonistonliklarninki, masalan nemining Platonning yozgan kitobi Utopiya mı deb qo'ydi. En dastlabki Utopiya deydi. Ama Utopiya degan so'zni keyin yasab chiqqan, o Angliya tarafdan chiqqan. Uning yozgan kitobi Republic degan bir kitob bor. O şu kitabının kelgan. Hamda Republic degan İngiliz tercümesi, onun asildeki gerekçisini isimga alamadım. Ama o Politeia o deyme gerekçisi. Onun manası hem cumhuriyet hem rejim deydi İngilizce'de de hem de. Demek ki o ne bir hakimiyetin şeklini gösteriyor. Türkçe devlet deplam tercüme kılarken bu kitapni. Devlet degani rejim degan bilan o'xshash bo'ladi deb o'ylayman inglizchada. Hamda buni inglizchada republic deb tarjima qilgan Platon. Shuningdek kelgan hamda bu yerda grekninki kirkatmayli.
Platonning shu kitobida masalan Ben de bağlı değinmemiş edi. balkim menda inglizchasi bor. Endi bu yerda bu kitobda nimani qildi degan vaqtida adolat degan nima? Erkinlik degan nima? So'z erkinligining cheklimi qayergacha? Muarifni zodi kim qilish kerak? Kim muarifni yapar? Mana degan vaqtida bu cumhuriyet degan hukm, adolat, qonun, masalan ashuningda cumhuriyet degan Platonning kitobida adolatlikni yezilgan kitap bo'yicha adolat o'si bo'lamdi yoki tushungan bo'yicha adolat o'si bo'lamdi, qaysi texmi adolatlik degan mushunda narsalarni nihoyatda nozuk insonlarga kishilik huquq davatgan hozirgi bizning huquqqa hukmlarga shu vaqtdan tortib bog'lab bu cumhuriyet degan zot nima shuni tushundirdi. Uningdan taraqqiy qilib Yunonistondan Rum Cumhuriyeti Rum padişahlıqdan Cumhuriyetga o'tdi. Cumhuriyetdan undan keyin Rum imperiyaga o'tdi. Qayta imperiyaga aylandi. Qayta o'tdi. Undan keyin 1000 yildan keyin deyman, 1000 yillarcha vaqtdan keyin 1000 yil bo'lmaydi. Amerikada undan keyin birinchi Cumhuriyet Amerikada qurildi qayta. Undan keyin bu cumhuriyetlar Yevropalarda qurildi. Birinchi Dunyo urushidan keyin, Ikkinchi Dunyo urushidan keyin bu cumhuriyetlarninki nima degan vaqtida cumhuriyet bo'ladigan garajdan bo'ladi. Bu cumhuriyet masalan Yevropadagi Rönesans, Enlightenment bularninki keyinda tushundirishi bilan cumhuriyet degan qanday bo'ldi deganda garajdanlar bir turkum huquqini saylab chiqqan hukumatga o'tkazib berdi. O'tkazib berish orqali ular jamiyatni bizga bexatarlik jihatda boshqarib berdi. Yana a tarafdan tuyuqsizli 560 qaroqchi kelib bizni hammamizni bulab ketsa bo'lmaydi. Shuning uchun hukumat qurilib, bu hukumat askar tug'izib, saqchi tug'izib, qaroqchi o'g'irlardan bizni qo'g'daydi. Mana degan vaqtida cumhuriyet deganda hukumat bo'ladi, puhra bo'ladi. Puhra bilan hukumat orasidagi bir kelishim bilan shakllanadi. Endi xo'sh, bu cumhuriyet oddiy tushundirdim. O ilki bak cho'nqirlab ketolmaymiz vaqt sababi. Xitoyninkini qaraylik. Xitoyninkida mayli milliy hukumat bo'lsin, ya'ni Gomindan yoki kommunistning bo'lsin, qaysi bir puhralar bilan kelishgan garajdonlik bormi deganda, bu yerda garajdonlik yo'q. Huquqni xalqdan so'rab olganmi? Yo'q. Xalq ularga azroq o'tinib bergan huquqi bormi? Yo'q. U ustidan tuvanga yana xuddi podshohlikdek Jankayshining vaqtida bu Aralıkta 11-yilidan 26-7gacha Aralıkta markaziy hukumat mavjud emas Xitoyda. Sun Jongshan yana shu ulug' birlikni asli keltirmada to'xtamay urush qilib baqidi. Mag'lubiyat kuchirab oxirisi o'ldi. Undan keyin Jankayshi Sun Jongshan o'lishining oldida Lenin bilan birlashib Jixla Gomindangni o'ngchi partiya deb bildi. Amaliyotda sol bu. Chunki Lenin bilan birlashib Leninning yordami bilan qurilgan bir partiya, Gomindang partiyasi. Mana degan vaqtida ular ham millatchilik, ham azroq sotsializm, kommunizmning narsalari, shakllari bilan qurilgan. Shuning uchun Gomindangning vaqtida bo'libmi Jankayshininki kelganda yigiling shu, yigidang, yidong sishangda shuni targ'ib qildi. Nima deganda bir partiya, bir dahi, bir ideologiya. Ya'ni bu ideologiyasi nima? Sun Jongshanninki Samin Juyin. Nimda aytdik uni Uyg'urcha 3 ta'limot edamda. 3 meslek deb. 3 meslek. Sun Jongshanning. Uninki-dimi Sun Jongshanmi o'xshash, ya'ni shu birlik, ulug' birligi shuni targ'ib qildi. Shuningga men u Gomindang hukumatini hech qachon bir cumhuriyet deb qaramayman. Chunki u yerda cumhuriyet deganda bir ideya, bir partiya, bir dahi degan bunday narsani targ'ib qilmaydi. Bunday narsani targ'ib qilmaydi. Har qanday ideologiyaning hammasi erkin u yerda bo'lishi kerak.
Bu Xitoy madaniyatiningki ta'siri bo'lg'achqa, mayli Sunjungshan bo'lsin, nima millatchi Xitoy, mayli Mao Zedong bo'lsin, kommunist. Bular asli o'zi vakillik qilgan ideologiyaningki xalqaroliq bo'lishi qaramay, yana oxirida shu Xitoyni birlik keltirish degan imperiyachi tushunchadan qutulolmoqlik ekan bular. Davomli mushuning asorati ostida ekan, ha. Aşı ulug' birlik degan bu hukm bularninkiga singib ketgan. Chunki tarix bularning e'tiqodi. Tarixi bularga to'xtamay har qanday Xitoy o'rganadigan tarix, Confucianism, buning da deydigini shu ulug' birlik, bu birlik degan ideologiyada birlik, dohiyda birlik, podsho cho'qim bir bo'lishi kerak. Narsa partiyami, jamiyatmi bir bo'lishi kerak, o'lchamlik bo'lishi kerak. Shuni deydi. Shuning Sunjungshanmi aciz vaqtida, Manching qarshi chiqqan vaqtida Chudu Dalu Xuyfu Junha degan shior bilan chiqdi. Millatchilik ideologiyasi bilan. Yana Manjolar bu Xitoy emas, bular tajovuzchi. Biz Xitoy millatini bo'zaqig'ini 300 yildan eshib ketdi. Bizni talon-taroj qildi, bizga qirg'inchilik qildi, bizni qirdi, qul qilib oldi, u bu deb turib, shu shior ostida qo'zg'olonni boshlaydi. Oxirsida qo'zg'olon muvaffaqiyat bo'lgan vaqtida shu zaman o'zgartib 5 millat birligi, yana Vuzugunxi deb shu zaman shunda tezlik bilan bu shiorni o'zgartib, bu yerda qolgan Manchingninki ishg'ol etidiki boshqalarni o'zining qilma deb shuning o'rnida Chiang Kai-shek shu. Biz hozir mening shunga qarshi turdig'im. Masalan, men hozir Xitoyni Junhua Digo deb yozaman. Ba'zilar qarshi chiqdi. Masalan, radioninki Xitoychisi uni qabul qilmadi. Sen Jungo deysan dedi. Men Junhua Digo deb yozaman, sizlar o'zgartinglarmisa, u sizlarning ishinglar dedim. Junhua imperiyasi. Junhua imperiyasi. U yerda unda bir cumhuriyet degan bunda bir davlat mavjud bo'lib boqmadi o zamonda. Mayli Xitoyning zaminda, mayli bizninkida u yerda u cumhuriyet yo'q. Butun Xitoyninki bir imperializm. Sizning mush to'g'risida meningki aqlimga bir narsa keldi hozir. O'sha g'arbninki medialarninki Xitoy raisini prezident deb elishimi, mencha Xitoyga biraz chiroyli ko'rsatish urinishidan boshqa narsa emas. Shunda bo'ldi. Chunki bu yerda jiq narsalarni meningcha men hozir Xitoycha aniqlam, Xitoycha Jushi. Uning aniq inglizcha ma'nosi chairman. Nimishqa chairman deb olmaydi? Bu endi shu Xitoyninkini qabul qilish menimcha. Ko'pincha vaqtlarda to'g'ri. Unda qilsa bak mustabid Stalindek yoki bo'lmasa nima Gitlerdek odamlar ko'z oldiga kelib qolmasin deb insonlarningki. Shunga yana shu prezident. Bu yerda jiq hukmlarni Xitoy g'arb madaniyatining ishtiriki mushunda hukmlarni o'g'irlab akilib, nomi bor, shakkisini akiladi, ammo uning ishtiriki mazmunini akamaydi. Marksni o'zininkini chaplabla g'arbga yana satsa, g'arbni qabul qilgan amaliyotni bizmi qabul qildik jiq narsalarni, sizlar savol so'ramay. Hozir men shu masalalarda jiq o'ylaydigan bo'ldim. Ba'zi hukmlar amaliyotda Naiti ustalık olan başka mazmununu kirgizib etib, xuddi bir yangaqni olsangiz, yangaqning ichida yangaq emas, uning ichiga boshqa bir nima sepib qo'ygan, biz uni yangaqga deb ichibla ichiga mazmuni qaramay qabul qilavergan, yevagan, oxirsida bizni o'zgartib o'tgan psixikimizda. Shuningga bu yerdagi bu cumhuriyet milliy cumhuriyet olsun, Gomindangniki masalanda hamda shu vaqtida shu birlikni keltirimiz, bir ideologiya, bir partiya, yana Gomindan partiyasi, bir ideologiya uyushmaslik, Sunjungshanninki, bir dahi, yana Chiang Kai-shek. Bu cumhuriyet emas. Bu biz tushungan mayli Platonninki republikdagi cumhuriyet olsun yoki keyingi taraqqiy qilgan Romdagi cumhuriyet. Masalan, Romdagi cumhuriyetda qanday cumhuriyet deganda ularda asosan 3 rahbarni saylaydi. Albatta, bu vaqtda qullarning huquqi yo'q, ayollarning huquqi yo'q, faqat shahar garajdonlari 3 amaldor saylaydi. O 3'i onunki bir-birini
tangpung bilan boshqarib turib, ma Cumhuriyetni mang'uzdi. Onundan keyin shuningga keyinda Sezarninki, ya'ni biz Qaysar deymiz. Qaysarning davri kelgan vaqtida qolgan ikkisining huquqini oxirsida kichikiltib, harbiy huquqdan foydalanib, o ikkisini nom jihatda tashlab qo'ydi. Onundan keyin san'atni asosan fikriga qo'shilganlarni turg'izdigan, qo'shilmaganlarni bir banalar bilan o'ltirib, Cumhuriyetni imperiyaga o'zgartgan. Mana degan vaqtida biz degan Cumhuriyet deganimiz o Xitoyda mavjud bo'lib boqmagan. Mavjud bo'lib boqmagan. Rimninki Cumhuriyetda masalan qonunni san'atdan tasdiqlaydi. Faqat o boshliq 3 amaldor u yerga fikr qilish huquqi bor. San'atga mana qonunni o'tkazsakda. Undan keyin san'at tasdiqlaydi. San'at deganmi shu Rum Cumhuriyetining kelgan. Ammo Xitoyda Kengash palatasi hozir. Kengash palatasi. Ama Xitoyda bunda bir narsa yo'q. Neminki masalan Sunjongsanning Junjong, Shunjong, Minjong deb qo'ymayman. 3 tadrijalda 3 bosqichda Xitoyni ipmenish. Birinchisi Junjong degani harbiy holatda boshqarish Xitoyni. Xeyli bir mezgilgacha. Sunjongsanning degani Xitoy xalqi va Xitoyning ishg'oliyatidagi xalqlar demokratiya u buni bilmaydi. Shuning uchun bir mezgil harbiy holatda boshqarib bularni mang'uzish, undan keyin Shunjong degani, undan keyin ta'lim tarbiya, yana ularni oqartish tarbiyasi. Yana nereden keldi bu tarbiya? Hükümetten. Ziyalilardan, medeniyetten, muharipten emas, hükümet ularni, puhrani tarbiyalash. Kallı yuyuş yani doğrusu. Mandal degani shu kallı yuyush. Hokimiyatga ishonmaslik. Bu g'arbning demokratiyaning eng prinsipi nima? Hokimiyatga hech qanday vaqtida ishonmaslik. Hokimiyatning chiqargan har qanday qonuniga gumon bilan qarash. Chunki hokimiyat o'zining huquqini kuchaytirib olgandan keyin puhraga isiladi. Puhrani bo'zaq qiladi. Shuningga masalan Amerikadagi hozirgi jidalmi shu. Hukumat cho'ng bo'lish kerakmi, kichik bo'lish kerakmi? Qarashlardan ba'zi vaqtlarda masalan demokratlarni va namratlarni yo'laymiz. Namratlarga tang azroq bir yo'l ko'rsatsak u bu deydi. Shuning bilan namratlarni yo'laydigan bir ishxona qurildi yoki bir program qurildi. Uning 10 odam maosh oladi. Shuning bilan bajninki tiqimi ko'paydi, amaldor jiqiydi. Shuning g'arb dunyosida eng qarishtirdigini hukumatning cho'ngib ketishidir. Ma'vo konservativlarningki. Hukumat kichik bo'lgan sari puhraning gapini anglaydi deydi. Bu ashuning. Hamda bu Xitoyniki kelganda hamma nimani hukumat hattoki puhraning kallasini hukumat ochadi. Shuningga Junjong, Shunjong, uniki Minjong'u dem eng oxirsida undan keyin demokratiyani beramiz deydi, ammo qachon berdi uni Xudo biladi. Ya'ni hukumat berma degandan keyin u mangulik bo'lishi mumkin. Demaydiganga nemada. Undan keyin Xitoy kommunist keldi. Xitoy kommunistida Mao Zedong o'zimiz hammamiz ko'pinchimiz bilamiz. Hozirgacha Xudodek Xitoylar uchun bunda bir qonxo'r bir qirg'inchini achunda cho'qinish bu bak cho'ng xatolik. İnsaniyeti için aqlsizlik, dötlük desek mi bo'ladi? 2 kundan oldin qarsam Uyg'ur biz degan gruppada bir video chiqibdi, bir Uyg'ur boy mavjusi ulug' doimiz manda degan deb yodlayotdi. Demak, ashulog'imiz singib ketgan, shulog'imi muqulliq ideyani singdirib o'tgan. Buni hargiz oddiy o'ylamasligimiz lozim. Xeyli bir turkumlar voy Mao Zedongning vaqtida har holda yaxshi, hammasiga tang qaratdi deydigan ma ko'z qarash bor ba'zilarda. Bular mening abayqi so'zimni. Ulug' birlik degan mushu Xitoyning hukm bo'ladigan har qanday millatning milliy qirg'inchilikqa uchrashi Xitoyning ishg'oliyatidagi muqarrar. Shuni uningdan boshqa mustaqillik bo'lsa qutula oladi, bo'lmasa milliy qirg'inchilik. Chunki bu Xitoyning mushu ulug' birligi singib ketgan. Ulug' birligi nereden kelgan? Tarixi bo'lgan cho'qinishdan kelgan. Shuning bu
bir-birisiga zanjirsimon ulanib kelgan oxirgi natija. Endi kommunistlarninki mu saxta cumhuriyet deydigini menimcha bunga men bakchiq so'zlab ketishning hech bir hojati yo'q. Hammamiz bilamiz. Hozirmi Xi Jinpingninki bir ig'iz gapi bilan o'ng bo'lsa, bir ig'iz gapi bilan so'l bo'ladi. Masalan, 3 yilning oldida biz ko'rdik. Covid'ninki yana virusning sababidan butun Xitoy jiq shaharlarni qamal qildi. Biz videolarni ko'rib qon yig'ildik. Elqi Uyg'ur analarning, balalarninki osh kelib uydan taloq chiqarg'izmay yig'layotgan zar, yig'larini angladik. O't aptida kuyib ketdi. Ammo bir kechadala hammasini tuyuqsizlar amaldan qoldiryapti, yo'q bo'ldi. Kimning buyrug'i? Xi Jinpingning buyrug'i. Shuncha odam o'lguncha Xi Jinping qo'yib etmadi deb hech kim qo'yib etmadi. Qo'yib etmadi. Shuningga demak, bu yerda ikkili cumhuriyet, bu bir saqchi cumhuriyet. Bu yerda hech qachon Xitoyda bugungacha bir g'arib hukumatiki, yana g'arib hukumat deymiz, amaliyotda bu insoniyatninki hozirgi o'rtaq bir hukumatiki, cumhuriyet yoki qonun yoki garajdan yoki civilization hech qaysi Xitoyda mavjud emas. Xitoy bir mustabid oyilni sharqcha oyil boshqarish tuzumida davomlashib kelayotgan bir jamiyat. Mandal deganda. Birsi qari jamiyatga o'xshaydi, bir tarafi. Yana bir tarafi bir zolimning boshqarishidagi oilaga o'xshaydi. Bu Xitoyninki qisqacha madaniyati. Bu yerda mayli oldingi mazmunlardagi maylilik fojia bilan rujia o'rtasidagi konsulchilar bilan qonunchilar deb turaylik. Shular o'rtasidagi talash tortish birining birini yo'qotishi bo'lsin. Mayli bu yerda Kuomintang, ya'ni millatchi Xitoy bilan kommunist Xitoyning kelishkilisninki shuncha ideologiya farqlariga qaramay, yana oxirida mushu Xitoyninki ulug' birligi, atalmış ulug' birlikda tırnak ichidagi bu birlikninki davomli yani Xitoyning ideologiyasidagi nimadagi tushunchasidagi asosiy o'rinni egallashi. Bu yerda bir ziddiyatni, mantiqsizlikni keltirib chiqaradi ekan. Ya'ni Xitoy madaniyatida bir haqma-haq qarashining bo'lmasligi. Endi normalda har qanday bir jamiyatda mustabidlik bo'ladi dunyoning hamma yerida. Hem dünyadaki bugünkü demokratiya, cumhuriyet tuzumlarına sansızlıgan kan bedellerinin neticesi ahırkı hesapta. Demek bir vicdan var, akıl, mantık var. Ondak boğandayken bu yerde bir hak, nahak var da. Bunun hata, bunun doğru. Ama biz yukarıda siz degen söz bu içi boğanda mavzudan şunca zulüm kılgan bir vəhşi durup yine o ölse onun çok unuduğu Allah. Badıdık. Ondan keyin yuqorida deb o'tgan mayli Xanvudi bo'lsin, Tang Tayzong bo'lsin, Qin Shi Huang bo'lsin, o'z zamonasining diktatorlari, o'z zamonasining vahshiy jallodlari. Ama shularninki abidalari tiklanib, shularga cho'qindigan ahvollar Xitoy madaniyatida saqlanib kelgan. Endi Xi Jinping o'lsimi, hozir butun qaqshayotgan Xitoylardan yana uningga cho'qindiganlar chiqadi deb ayta olamiz. Chunki kuchga cho'qingan ekan. Bu yerdagi bu qadar mantiqsizlik, haqna haq qarshining bo'lmasligini qanday tushunamiz sizningcha? Bu inson turkumi bo'lgan ekan, boshqa jamiyatlarga o'xshash ulardimi ham zulm bo'lishi, ham zulmga qarshilik bo'lishi, hech bo'lmaganda u yerda bir ziyolilar, adolatparvar kishilarningki bo'lishi, bu bir umumiy kültürge nispeten az bo'lsa-mu mavjud bo'lishi kerakdi. Buni qanday ben tushunmadim. To'g'ri, Xitoy madaniyatini tushunish nihoyatda qiyin bir narsa. Shuning g'arb dunyosimi burun tushundik deganda hozir tushunolmaganligini his qilyapti.
Ben başta bu liksiyanın bir şey dedim. Ben mi oylattım Uygurlar Xitayni en yaxshi tushunadigan millat deb. Hozir qarab, aqamga qarab baksam biz mi tushunmaydi ekanmiz amaliyotda, jiq vaqtida. Chunki Xitoyninki mantiqsizlik madaniyati yana hamda oq-qoraninki xalqaro o'lcham bo'yicha hamda bizda mayli biz islom dinidagi halol haromdan qarayli yoki xristian dinidagi haq nohaq qarayli, Yahudiy dinidagi masalan Yahudiy dinida 10 nemiz bor cheklama. Adam o'ltamaysa, o'g'irlik qilmaysa, bosqinchilik qilmaysa, u bu deydigan 10 nemiz bor. Bu xristian diniga kirgan, undan keyin biz islomda halol harom deb buni arab etgan, ammo asosiy mazmun jihatda o'xshash. Islomda hargiz o'g'irlikqa haqliq demaydi. Harom deydi. Shunga qo'lni kesidi, putini kesidi, nima bor? Bosqinchilik nima cheklaydi? Odam o'ldirish cho'ng gunoh deymiz. Mana degan vaqtida bu nima deganda xalqaro o'lchami bo'yicha insoniyatning bir oq, qora, haq, nohaq yoki biz islom bo'yicha deganda halol harom degan bir o'lcham bor. Bu bir o'lcham bor. Bu o'lchamlar bo'yicha biz insonlar mayli naga borayli shu o'lcham bo'yicha mangimiz. Madaniyatga kelgan vaqtida madaniyat deganimiz nima deganda madaniyat urf odat bilan bog'lanadi. Masalan ba'zi yerlarda ba'zi millatlarnikida masalan g'arbda tomoq yeb deb qog'ozni ilib ortiq burunini qilish normal. Ba'zi bizmi ko'ni qoldik ekanmiz onunga. Ama biz Uyg'ur jamiyatidan ayt ig'ralmizda endi. Bir adam qarab turib sizga qartib qo'yib agar men mesha dard qilsam hammadan o aplama adam nim bo'ldi deydi. Ama g'arb dunyosida bu normal endi nima deydi. Qolgan narsalar, shunga o'xshash narsalar bor. Bular endi madaniyat. Ba'zilarniki putini almashtirib o'tirishni hurmatsiz deydi. Ba'zilarda qabul qilaverdi uni, chaqab yo'qlaydi. Shunga o'xshash bu madaniyatki. Ammo umumiy o'lcham insoniyatning asosan oq qora, haq, nohaq, aniq. Masalan, aniq. Ammo Xitoynikida bu aniq emas. Xitoynikida masalan ba'zi bizning Uyg'urlarimizmi tamishib turib, voy Xitoyninki Sunzi Bingfasi va 36 yil mikri va uni o'rganishimiz lozim deb targ'ib qildiganlar bor. Masalan men birisi bilan qarsam men bakchiq deb ketdi Xitoyning yil mikrisini o'rganayli dedi. Deydi men oxirsida o'zidan savol so'radim. Xitoyning 36 yil mikrisida masalan go'zal mikri bor. Güzellik mikri nima yil mikri bor. Sahip Cemal hilesi. Sahip Cemal yil mikrisi mi deyli? Masalan 3 podshohlik haqqini o'qiydigan bo'lsa, Dongjo o'zininki qizini apirib, o nemini o'ldirish uchun, yana bir generalni qaslash uchun o'zining qizini apirib tutib berdi. Ba'zilari o'zining ayolini tutib berdi. Singillarini tutib berdi. Bu Xitoyda agar yengilsalar, masalan hozirmi Xitoyninki amaldorlarning ichida mavjud bir narsa nima deganda o'zi o'sish uchun ayolni apirib boshlig'i tutib berish. Masalan yaqinda pash bo'lgan bir generali bor Xitoyning. Shu generaliga yana bir general to'an darajalik o'zining o'sishini amalga oshirish uchun o uyiga kelgan vaqtida qiziga baq qarab ketibdi-ki, oxirsida qizini boshlab shu generalning uyiga apirib, dadisi ishkoldida o'tirib turibdi. O qizini bosqinchilik qilib chiqqandiki dadisi yig'lab uyiga ketibdi. Buni shu usalisilar buni Xitoylarda u aqlliga deydi. U yangi odam bo'ldi. Uni ta'riflab uni cho'qinadi. Hatto agar shu oxirsida sekretar bo'lib davlatning boshlig'i bo'lsa, u ulug' bo'ladi. Bu yerda insoniy o'lcham yo'q. Mayli biz Uyg'urlar bo'laylik. Masalan Asad Sulaymonning bir maqolasida ham kitobida yozgan, Greklar bir Xaylin degan ayolninki aldab o Troyga aketganligidan shahzodi 10 yil urush qildi. Podshoh
mening kenizligimni aldab ketdi, bu men nomus deb biladi. Ani nomus deb biladi. Nomus deganligi uchun 10 yil urush qiladi. Oxirsida bir shahar vayron bo'ladi. Bir davlat, hamda baglikdan yo'q, davlatdan yo'q. Shuning bilan bu g'arb dunyosiniki aytim bir qiziqarli bir hikoya. Ama tarix reallig'i azroq borlig'ini hozir arxeologlar isbotlayapti. Ama endi demoqchi bo'lganim nima deganda, biz Uyg'urlarmi shundoq. Bizning birinchi qo'zg'alon masalan yaqinqi zamondagi G'oji Niyoz hojining To'miri Xalpitimninki qayerdan boshlangan? Bir Xitoy Uyg'ur qiziga chiqilganligidan qo'zg'alon boshlangan. Biz Uyg'urlardik. Shu Greklarga, Yunonistonlarga o'xshash bizningki xotin qizlarimizga haqorat qilsa, biz uni eng cho'ng haqorat deb bilib, qo'zg'alon ko'tarib, jinimizni tikkan millat. Ama Xitoyda bunday narsa yo'q. Podshoning ko'zi tushib qopti desa, qizil ravaqni kutishligini o'qib bekin. Dapı dumboq kelib, opirib berdi qizlarini. Bu oliylarga ko'zi tushib turdi. Bu yerda bu haq, nohaqninki hech qanday bir narsa yo'q. Endi tarixga kelsak. Masalan, Xan Udining davrida Xitoyda Xan sulolasining shu vaqtdagi zaminida urush to'xtamaganligidan mayli o'nlarga qarshi urush olsun, mayli uyabiyalarga bo'lgan urushlari tufaylidan oxirsida ochliq yetmagan vaqtida qanday qiladiga desa, bag'a yerdagi yezlarga kirib, odamlarni tutib, shularning go'shini yegan. Bu Xitoynikida odam go'shi yeyish bugun tunugundan bo'lgan nima emas. Izchil davomlashib kelgan narsa. Ammo u shu zaminni kengaytmichilikni davomlashtirganli bo'lsa, u ulug'. Yeyilib ketgan u xalqning jini hech nima emas. Ularni demaydi. Xitoyninki Manchinga qarshi turganlarni xoin deydi. Ama Manchin padşahsını mediylaydı. Ming sulalısınınki ahirki bir generali var. Wu Sangui degan. Şu vaqtida o Ming sulalısının ahirsideki qo'zg'alonga qarshi hem padşahı naraz bo'lganligidan hozirgi Xitoyninki sharqdagi Sadishin Sepilning Shanxay gwan. Şu yerda bu mudofaa tutib turgan Manjular qarshi. Manjularni boshlab kirdi. 4000 atlık asker bilan. Başlap kirgandan keyin hozirgacha Xitoylar Wu Sanguini xoin deydi. Ama Kangxi padshosini, Chelmong padshosini ulug' podsho deb madiylaydi. Bizning podsho deydi. Bu yerda hech bir mantiqiy tushunish mumkin emas. Bu bir ziddiyat mandal deganda. Mongollarninkini Mongolga qarshi chiqqan, yana shu vaqtdagi qidanlarga qarshi chiqqan. Yuefi deydi, Wentianshang deydi, bir top Xitoylar bor, generallari. Bularni madiylaydi. Ammo Chingizxonni bizning podsho deydi. Bizning ulug' podsho deydi. Bu mantiqini tig'im tushungan olmaydi. Mongol istilasida Xitoyni 9-cı dərəcəyə qoyub ekan. Hər bir millətlərini təbii bo'yicha arif, Mongol ən yuqorisida, ikincisi de yana birisi, üçüncüsü de biz Uyg'urlar ikinci mi, üçüncüsünün aralığında. Xitoy 9-cısı. Mongollar şu vaqtida o'ttir tuzlanlik Xitoy zaminida ishlatgan siyosati 10 oyliga bir chaydi, 10 oyliga bir qozon, 10 oyliga bir boshliq. Aşı 10 aylıdan bir qarşı çıkıp kalsa Mongollarga 10 aylıdan hemmisini kalısını eliş. Kızları toy kısa şu toy kıgan gününün birinci keçisini Mongol şu valinin mahkemesinde vali bile ötküzüş, ertesiga Xitoyga ötküzüp beriş. Mundaq haqoratlarni Xitoy millati, Xitoy hukumati bizning podshoyimiz deb bir og'iz gap bilan hammani juvitalaydi. Hemen kabul kılalaydı. Mana bu Xitoy medeniyetideki acayip bir düşünüksiz, düşenigini bulmaydigan bir mantiqi. Bu yerdeki asosiy prinsip nima degan vaqtda bu qanday o'pinda oldu deganda, bu yerdeki naq ashu ulug' birlik ham
Şu ulug' birligining asosi bo'lgan tarixiy cho'qinish. Tarixni bir e'tiqod deb bo'lishdan kelgan. Manda deganda siz qanchalik yomon eski lo'kchak bo'lishingizdan qat'iy nazar muvaffaqiyatli topgan bo'lsangiz, siz nochi. Siz nochi. Masalan, hozirgi endi buning ta'sirlariga desak, Xitoy Amerikaga keldi. Xitoy Turkiyaga bordi. Bordi, keldi, bu yerninki sistemasidan foydalanadi. Sistemining yo'chig'ini izlaydi. Masalan, qanday qilib boj to'lamaydigan. Siz Xitoy Amerikada New Yorkga berib Xitoy mahallisidagi shu Xitoylarni surishtirsangiz, ular ishlatgan adimiga naqd pul berdi. Qoida bo'yicha chek berish lozim. Chek bersa, hukumat uningga to'lagan chekni bilalaydi. Shuning bilan og'uchidanmi bajaldi, ma'u to'ligichidanmi bajaldi. Chunki u yerda kirimni bilalaydi. Chek bilan bo'lganda. Ama bular qanday qildi desangiz, xo'jayin naqd pul berdi. Endi chek versa $1500 berdigan yeriga, bu deydi ishligichiga. Chek versan $1500 berma, balkim $300 Amerika hukumat bojg'i seningdan tutib oladi. Shuningga men sana $1000 beray, cash berma, har doim naqd pul berma. Sen mi boj to'lamaysa, o pul hammasi yanchig'iga kirdi degandiki ma'qul deydi. Şuna olan o ameliyatda $1500 aldığı adam hem şuna olan tam cemiyetki mazrak tök koşuş lazım. Çünkü sen bu cemiyetin huzurunu vatsa, kanunlardan paydını vatsa. Şunun Xitay'daki Amerika'ya gelen Xitaylar noçi namayış kılalaydı. Xitay'da tizilip oturdu. Şunun bu yerde nime dese bulada ülkem bombağalıktan bunu kılıdı. Hem de hoş. Uygur'u Hrist dedim. Uygur'du bağ mı dese, bağ. Ben Amerika'da hayran kalgınım şu. Kilidi Uygurlar, baj işleydiği vaxtıda, palaniyet bir Xitay var ki, bajda mançilik kaytırıp kelaleydik ya, deydi. Şu Xitay'ınızda berip, şu Xitay'ı bajını işiltidi. Xitay'dan ügünüdü. Xitay'ın ügünüdü. Çünkü Xitay'da yoçkın tapalaydıqanlığını bilidi. Onun için Prag imtihan bergen vaqtida bunu bana özler dep bergen balla. Ben qaqshab ketgandim. Xitoydan tarjimon tutsa, imtihonning savolini tarjim qildim deb javobini deb berdi ekan. U Xitoyga 200 so'm berdi. Amaliyotda shu imtihon beradigan kitobi bir 20 betga bormaydi inglizcha. Yodilisimi bir oyda yodlab bo'la oladi. Biz aqlli millat 30 par Qur'onni yodlay olamiz. Ama 20 bet narsiga shuni qilmay, dushman degan Xitoyning yeniga berib, shu Xitoyga $200, hozir balkim $400 to'laydi, o'sdi uningmi. Shu Xitoydan foydalandi. Bu yerda millatchilik, hukum hammasi qarilib kelib, qarimi yo'q. Nima deganda, nima uchun men buni deyman deganda, sen bu yerda Amerikaning tuzumidan o'g'irlanyapsan. Senmi shu oqqarni, halol haromni aramaydiganlarning qatorida tang yuribsan. Seningdeki musulmondarchilik, seningdeki oqqara, sening o'zingni men Uyg'ur Xitoydan farqlanma deganing hammasi yolg'on. Sen shu Xitoylar bilan o'xshash. Chunki sen shulardan foydalanyapsan. Sizniki aslida Xrist deganingiz shular vatandagi tutib sulayotgan, majburiy yo'qitayotgan kishilarga emas, balki o'zligidan rozi bo'lib Xitoyninki tafakkurini, ularninki shu haqna haq qarshi yo'qligini qabul qilayotgan Uyg'urlargami madaniyat jihatdan Xrist demoqchi ekansizda bu yerda. Shundoq. Chunki bir millatni eng chong Xrist nereden keldi? Kalladan keldi. Psixikadan keldi, tafakkurdan keldi. Agar biz normal tafakkur qilmaydigan holatga tushib qolsak, o biz og'zimizda Xitoyga o'sh, Xitoydan qutulamiz, mustaqil degan bilan tafakkur bizni hamon yana halok qilib beradi. Bu narsa bak cho'ng tahdid, eng cho'ng tahdid kallani yuvitish, kallani o'zgartirib o'tish. Shuningga mening bu yerdagi davatgan Xrist, o milliy qirg'inchilik albatta cho'ng Xrist. Shu lagerga kirib ketgan ziyolilarimiz, shu nochilarimiz, sarxillarimiz shuningga qarshi tug'anlar.
Ma bizde hal akkarını araylı deganlar. Şununla özünün hayatı bilen bedel töleganlar. Ama mening hayran qolganim shuki, chet elga chiqqanlarmi shuni qabul qilish, yana shu Xitoyning shu psixika bilan amaliyotda chet elga chiqqandan keyin mayli sizlarga o'xshash yoshlar Turkiyada o'qish jarayonida kalladagi Xitoyning bu ta'sirlarini chiqarib etib, bu narsaga uyg'unish kerak. Kallani qaytadan programlashimiz lozim. Bu yerda narsani yangilikni o'rganishimiz lozim. Ama lekin o'zimiz ba'zida bilmay yanilish shu Xitoyninki yo'chig'ini, Xitoyninkini izlash, yana Xitoyning ideyasi singib ketgandan keyinki, masalan bizdimi mantiqiy qalaymiqanchilik jiq. Biz o'zimizga kelgan vaqtida haq tilaymiz, haq olsun deb turib olamiz. Ammo bizga munosib bo'lmay qolgan vaqtida bizninkida haqni sundiradigan ahvol nihoyatda ig'ir. Nihoyatda ig'ir. Bu jihatlardimi demak nima deganda bu yerda haq bilan nohaqninki farqi yo'q. Xitoyning buni singdirib yetishidagi sabab. Shuningga bu yerda Xitoyninki abay dedingiz, savolingizga javob men berolmayman. Endi bu Xitoyning bunda ziddiyat mantiqiy jihatdagi moslashmaslik, ta'tir bu nereden keldi? Qanday tushunimiz degan vaqtida agar tushunishga to'g'ri kelsa, Xitoyning shu tarixni e'tiqod bilishidan kelgan deb qarayman. Chunki ulug' birligi deyli yoki uni hozir to'g'ri deganda kengaymichilik ideologiyasi deyli. Bular hammasi shu tarixni ulug'lash. Tarixda bir adam oxirisi bu tarixni ulug'lash degan nima deganda tegi takdirni aytgan vaqtida muvaffaqiyat qozonganni qahramon deb bilish, uni eng muvaffaqiyat topgan odam deb bilish, mag'lubiyat uchirganning hammasi shuningga Xitoyda Shingzhou Wei Wang Bai Zhou deydi. O nima degan gap deganda g'alaba qozongan shoh deydi. Mag'lubiyat uchirgan bandit deydi. Şu haq ölçümünün bo'lmaslig'i bu yerda amaliyotdan dunyoning hamma yerida insonlarda milliy manfaat yoki bo'lmasa guruh yoki shaxsiy manfaat bilan to'qnashganda mantiqsizlik kelib chiqadi. Hamma davlatda shundoq. Ammo bu yerda bir nisbat masalasi borda. Masalan, mayli Hindistonninki mustaqillik kurashlarini Angliyada inglizlar qo'llagan. Albatta boshda İngilizler baskan bolsa, yani İngilizler ichidan bunga qarshi chiqqan partiyalar bordi. Shunga Yevropaninki mustamlikasininki oxirlashishida, mayli Sharqiy Janubiy Osiyoda, mayli Afrikada yoki O'rta Sharqda bo'lsin, shu rayon xalqlarininki kurishi bilan bir vaqtda Yevropa mustamlikchi davlatlarininki ichidagi haqqoniyatchilik sadosimi bak muhimchi. Parlamentda bir tarafdan hukumatni ig'ir tanqidlagan, haqning yurtida sening nima haqqing bor? Nimishqa haqning yurtini besib olamiz. Ularning qarshilik qilishi haqliq debchi. Masalan, bu qatim garchi Amerika hukumati Isroilni qo'llagan bo'lsa, Amerikada keng ko'lamda Amerika hukumatiga qarshi sado namoyishlar bo'ldi. Hozirgacha bo'lyapti. Endi bu yerda masalan Turkiyada Kürtlar bilan hukumat o'rtasida to'qinish bor, ammo Kürtlarga istoshlik qiladigan nurg'un turklar bor masalan. Demek hamma millatda bu adolatninki nisbati gerçi farqlansimi, lekin barcha ama Xitoyda 1 milyard 300 milyon nüfusning 1 milyard 200 milyoni Xitoy. Endi buningki az deganda chet elda 200 milyon Xitoy bor. Masalan Hong Kong, Aumen, undan boshqa Tayvan, Singapur degandeklardan hisobli qilib tursak. Ama hozirgacha bir Hong Kongdagi Xitoylarninki yoki ularni Xanzu deb turay. Ularninki Uyg'urlar uchun hamda bir ovoz chiqarib Uyg'urlar histoshlik qilganini demasak, boshqa demokratiya sepida o'zini ko'rsatayotganlardan tortib hozirgacha bir sada chiqmadi, cho'y yetarli. Shunga bu yer farq bor, Mehmet To'xti.
Mesela mayli Hong Kong'luk olsun, mayli Tayvanlık olsun, mayli Singapurluk deyli, Çok bu nispetteki mesele ya nisbetlemez, nisbetlemez. Bir yerde yanı bir mesele o. Ulanın bizni kollaştaki sebebi zulümün işip ketkenliginden kollaydı. Herkes o kengaymiçiligininkiga karşı emez. Köpüncüsü 99%'i ulanın aslında Uygurlarını sılap dümbüsünü bişin sılsan ulap jugaş millet, jugaş oladı. Asta özgertse. Mesela iqtisadını yaxşıltıp, ulağa Xitayga heves kıldıgan kılıp, Amerika'dan gidek. Mesela Amerika kelgenden hemini özgerterleydi. Sen demiş ki öğrenmeysen. Meyde fark var. O farkını biz bilişimiz lazım da. Hem de abey siz bir misalını aldınız. Ben mi bir şu neyimge kayıp durup bir işini kallam dedim o Xitay'nın medeniyeti bizge Hristiyanimde mesela siz Kurtlan dediniz. Ben bir Uygurlarının bir yeni kelge vaktim uzun ötmey bir yerde bir netçimiz Türkiye'den kelgen bir netçi dostlar var ziyaliler ama bir yerde oturdu. Oturup parang çıkıp Türkiye'den kelgen bir kardeşimiz dedi Kurtla oğriyan çıkçı kalak millet dedi. Ben şu an külük ettim. Külük ettim dedim Xitay'ın bizim şunda deydi o. Desem ya biz okşamayız ama Allah açında. Hoş geldin. Palestinliklerim şunda deydik ya. Ben onu mangıldım değil mi? Her kanda millette oğrayan çıkçı buludu, kalak buludu, neyme buludu. Ama o milletlerin sarkılları buludu, noçileri buludu. Mesela Salahiddin öz vaxtida nemini o G'arbninkini yengib Yerusalimni azat qilgan Salahiddin shu Kurtdaydi. Salahiddin Ayyubi. Ayyubi, Kurtdaydi. Demek shunga o'xshash nochi generallar chiqdi, aqlli qadamlar. Demek her qanday millatda bizning Uyg'urlarimiz Amerikaning oldingi bir maqolamni yozdim. Amerikaning har qanday universitetiga, Turkiyaning universitetlariga borsak, ne professorlarimiz var. Nima deganda, biz aqlli millat. Ama bizde o'g'riyan chiqchi bormi? Ko'zimizni yummaymiz, bor bizda. Shuningga bu yerda Xitoyninki bu narsasi ba'zi vaqtda biz tuymaymiz, singib ketadi. Masalan, G'arb dunyosida Amerikani deylik. Amerikaning kitoblarida mayli maktablarda bo'lsin, indianlarni qirgan buni e'tirof qiladi. Bizning ajdodlarimiz qirg'inchilik qilib borgan deydi. Qarilarni qul qilib ishlatgan, bizning ajdodlarimiz qul qilib ishlatgan. Shuning uchun biz buningga o'ylashimiz lazım. Nima uchun ashta qildi bizning ajdodlarimiz? Buni qanday qilib oldini olamiz? Yevropaliklar hech qachon o'zininki, masalan, Amerika Iroqqa kirganini hargiz ozod qildik demidi. Invasion deydi. Tajovuz degan gap. Invasion degan tajovuz degan gap. Afg'onistonga ozod qildimiz deb kirmadi. Invaded Afghanistan deydi. Hukumatning hujjatlaridami tajovuz qilib kirgan to'xtaydi. Xitoyninkida bizninki nima deb keldi? Ozod qilg'ini keldik deydi. Hatta bizning Uyg'urlarmi ozoddan keyin deydi. Ozoddan keyin, davlat qurilgandan keyin kimning davlati qurilgan? Kim seni ozod qildi? Ozod oldingmi, qul oldingmi? Bu hammasi mushu nimalarninki. Shuning men ba'zi vaqtlarda bak inchki diqqat qilma atalg'u so'zlarga. Ba'zilarimiz deydi, "Voy, u kichik narsalarga esilvama." O kichik narsalar, kichik emas. Masalan, ozod degan gap, kichik emas bu. Kim seni ozod qildi? Ozod qildimi? Ozodmisan? Ozod qildi. Ozod qildi degan so'zning o'zidan bu zamin asli meninkida boshqalar besib olgan. Degan ma'no chiqadi. Bu Xitoy Xinjiangni ozod qildi deganning ma'nosi Xinjiang aslidan bizninkida degan so'ziga uyg'un keladi. Shuning uyg'un, shuning Xitoy singdirdi. Singdirsa bizning odamlarimiz hatto shu vatanning sirtidimi shuni qabul qilib ozoddan keyin deydiganlar bor. Bu butunlay xato. Xo'sh, uzrib ketdik. Unda qolsa bizning eng oxirgi nimamiz, eng oxirgi temamiz Xitoy madaniyati gullangan davrlar.
Urushqoq beklik devri va Shinxey'din keyingi Shimoliy militarist hukumat devri. Ama bu to'g'riliq qisqachalanadi. Buni kirgizishimdagi sabab Xitoyning ulug' birligi yoki kengaymichiligininki tubdan xatoligini isbotlash uchun men buni kirgizdim. Bu Xitoylarmi bu to'g'riliq men jiq so'zildim, maqolamni bor yozgan. Xitoyda ikki qitim hozirgacha ideologiyada gullangan desa ikkili davri bor. Birisi Qin Shi Huang'ninki kengaymichiligi bilan qolgan bagliklarni yo'qotib, butun zaminni ishg'ol qilishi va atalmış Xitoyning cho'ng birligini, ulug' birligini keltirgan. Shuning oldidagi davrda Xitoyda bir gullanish bo'lgan. Chunki u gullanish nimadan shakllangan desa, markaziy kontrol butunlay yo'q bo'lgan. Yo'q markaziy. Xitoylar Zhou sulolasi deydi, amaliyotda hozir uningga ko'z qarash o'xshamaydi. Keyin tafsili kiramiz boshqa fursat bo'lganda. Zhou oxirgi kelgan vaqtida markaziy hokimiyat yo'q. Har bir bagliklar o'z oldiga bir davlat. Masalan, Shandong bir davlat, hozirgi Henan bir davlat, Shanxi bir davlat, hammasi ayrim bir davlat bo'lgandan keyin mayada bo'lmasa, mening ideyarimni mayada olmasa, yana bir davlatga boraman, u vaqtida pasporti yo'q. Chegiradi bir mana qarab qo'yib sen kim o deb o'tkazib yetar ekan. So'ng u yerga berib, o o'zininki ideologiyasini shu yerda anglaydiganlarga. Shuningga Kongzi o'zimi 10 necha davlatni cho'g'ligan. Eng oxirisi yana Shandongga qaytib kelgan. Yo'l topolmagan, uning ta'lim tarbiyasini, ta'limotini jiqla qabul qilolmagan. Yevropa ittifoqiga aylangandek, Yevropa ittifoqiga aylangandek bir cho'klab kelgan. Ama şu davrda shuningga hozirgacha Xitoylar tamishib maqtaydigan Faja, Laozi, Zhuangzi, Kongzi, Mengzi deydigan bularning hammasi shu davrda, Mengzi yo'q. Zhuangzi, Laozi, Mengzi deydigan Ruja, Faja hammasi shu davrda shakllangan. Oxirgi hisobda erkin jamiyatning mas'ullari hammasi. Hammasi erkin jamiyatning mas'uli mana degan vaqtida. Hozirgacha Xitoyning qilayotgan ishi nima desiniz? Xitoy atalmış davlat madaniyatimiz degan go'shva deydi. Shuni davatgan Xitoylar mushularninki shu vaqtida yezib qo'ygan kitoblarga sharhlash, uni tushuntirish, yeshish, shuning bilan davomlashyapti. Mana deganda hech qanday bir yangilik yo'q. Shularninkini tushuntiryapti. Endi ikkinchi qitimki Xitoyninki gullanishi, agar gullandi desak, Manchingning ag'dirilishi bilan Jiang Kai'ninki qaytadan 26-yili 27gacha oraliqda Xitoyni yana qaytadan ishg'oli ostiga elib butun Xitoyni bu yerni birlikka keltirishdim. Burunki mushu 2011dan 26gacha desak, qancha yil oldu? 10 necha yil. 1911dan 26gacha desak 14 yil. 14 yil. Xitoyda markaziy hukumat bormi desa bor. Yana Xitoylar Shimoliy militarist hukumati deydi, Beiyang deydi. Beiyang deydi. Beijingda bo'lgan 10 necha yil, 10 necha prezident almashgan, 20 necha bosh ministr bo'lgan jarayon hamdi. Nima desa, o shu bir yilda birdan almış mangan. Şunun hokimiyat bir muqim hokimiyat bo'lmagan. Shuning uchun shu vaqtida Xitoyning eng mashhurlari. Irshadga Beiyang Jinfu nimamita demokratikmita xili? Xili demokratik. Boshqalariga qaraganda hamda Xitoyninki shu vaqtida hamda demokratiyani mang'uzimiz degan Xitoy ziyolilari xili bo'lgan. Masalan, ashuningda parlament demokratiyasini mang'uzimiz degan Sung Jiaoren deb bir adam bo'lgan. Bu Xitoy Amerikada o'qigan. Onu oxirsi hozir talash tortishyapti. Bir ko'z qarashda Sun Zhongshan qaslab o'ttirayotganday. Bo'lmasa Sung Jiaoren degan shu Sun Zhongshanning yenidiki eng yaqini. Ammo u odam Sun Zhongshanga qarshi. Chunki u odamninki nemisida parlament sistemasidagi bir jumhuriyat qurish. Shuningga bu odam oxirgi saylamda bu odamning partiyasi parlamentda mutlaq ko'p sonni egallaydi.
Şunu bilan bu adam Beijing'e basıla baş minister bulmakçı. Ama Şanghay poyuz stansida poyuzga chiqishning oldida qaslab o'ltirib yetdi. Hozirgacha uni zodi kim o'ltagan? Ba'zilar deydi, shu vaqtdagi Yuanshkayning buyrug'i bilan o'ltagan deydi, ammo hozir ba'zi materiallarda amaliyotda Sun Yong-san qaslab o'ltirib yotgan deydi. Chunki u shakllanib qolsa, rasmiy bir parlament sistemidagi Sun Yong-sanga umid yo'q mana deganda. Chunki mening bayonchin haqida material o'qimadim, ammo Xitoyninki mayli nima Gomindan hukumati bo'lsin, mayli kommunist hukumati bo'lsin, bularni bek sat tillaydi-chu. Menimcha ular tillagan odamlar yaxshi deb o'ylayman shu deyman. Ya endi u vaqtdagi shu 10 necha to'xtamay 14 yilning ichida 14 mi 15 mi prezident almışydı o hukumatda. Uningdagi asosdagi jidal nima desa, asas qonun. Yana shu vaqtida Yuanshkayga yordamlashib bir amerikalik adashning tuzib bergan bir asas qonuni bor. Shu asas qonunni qanday ijro qilamiz degan tushuncha bilan, o'xshamagan tushuncha bilan bular talishidi, ammo asosiy jihatdan parlamentning roli bo'lgan, bosh ministerning roli bo'lgan, prezident faqat nima shaklda turib bergan. Ammo bu prezidentlarning hammasi harbiydan chiqqan bo'lg'achqa, harbiyga asoslanib, kuchiga asoslanib, o'ziga yoqmaganini chiqarib, ammo hammasi qonunga bo'ysunayli deb qonunni hokimiyatdan ustun qo'ygan. Shuningga bu yerda ma'lum darajada endi agar demokratiyaning biqi bor desak, shu vaqtida bu biqilib mangandi. Ammo uni oxirsi Sun Yong-san bilan Chiang Kai-shek birlashib, mana deganda Sovetning yordami bilan buni hammani ujuqtirib tugitdi. Shuningga shu davrda masalan Xushi deydi, Chindu deydi, Liang Qichao deydi, Xitoyninki dang mashhurlari. Hamma ziyolilari shu vaqtda chiqqan. Bu ziyolilarning ko'z qarashlari har xil ko'z qarashlar. Masalan, shu butun Jungoning 18 o'lkani boshqarayli deydiganlari bor. Hatto Mao Zedong shu vaqtida ulug' birlikka qarshi turayli 18 o'lka, 18 davlat bo'lsin. Oldida 18 mustaqil davlat qurilib bo'lib, undan keyin qarab beqib ya federatsiya qursak bo'ldi deb maqola yozgan Mao Zedong. Shu endi bu yerda ashunda bir qisqagina o'chaqda Mao Zedongning malaqan kompartiyaning hokimiyatini olishiga ishonchi yo'q-da. Texi kompartiya kirmagan vaqti deyman u vaqtda texi. Balkim yana tasavvurni qilamagan chaqlari u Facebook kunlarning birida. Shuningga o Mao Zedongni qarab beqib, bunda bu birlik bo'lsa demokratiya bo'lolmaydi, qurilolmaydi. Chunki ular boshda demokratiyaningki azroq o'simi ta'min etganlar. Chunki Manchingning vaqtida Chechenuzdan qo'yish, qalaymagan ideologiyani qabul qilmaslik, ammo Manchingning og'dirilishi bilan har xil ideologiyalar kirdi Xitoyga, kommunizm, u bu degan. Shuningga bular hammasi azroq tetganiki, birlik kelsa bu cho'nqatga bo'lmaydi degashga, hatto Mao Zedongmi birlik qarshi, yana Fandi Tayi Tongda maqola yozgan. Demak, bu yerda mening bu ikkini akilib oxir xulos qilishim nima degan vaqtida Xitoyning mushu kengaymichilik, yo'q cho'ng birligi bu bo'ladi ekan, milliy qirg'inchilik muqarrar, qulluq muqarrar, ideologiyadagi qulluq muqarrar. Shuningga har qanday bir inson, mayli Uyg'ur bo'l, mayli boshqa millat bo'lg'in, insondek yashayman, erkin yashayman, hur yashayman, insonning g'ururi bilan yashayman deydi ekansiz. Xitoy birligiga, Xitoy madaniyatiga qarshi turish kerak. Chunki bu madaniyat chirik madaniyat. Buni yengilmag'icha, yo'qotmag'icha bu madaniyatningki kontrolligidagi hech kim oxirgi milliy qirg'inchilikdan qutula olmaydi. O yaxshi Xitoy kelishi bilan yoki boshqa bir o'zgarish bilan federatsiya bu bilan Uyg'urning taqdiri, Tibetning taqdiri, Mongolning taqdiri o'zgarmaydi. Oxirgi milliy qirg'inchilik muqarrar. Shu Xitoyning qo'lida qolgan millatlarning oxirgi taqdiri shuning bilan oyoqlashadi.
Xo'sh, rahmat. Eng yaxshisi bularni shu Yugoslaviyadagi Sırplarni cheklaganga o'xshash cheklab ularni kichik bir davlat oldiga keltirib qo'yib, shu yerda boshqa tagalar qo'ymasa bo'ldi ekan. Bo'lmasa bular yana shu ulug' birlikni amalga oshirimizda boshqa millatlarni qirg'in qiladigan siyosatdan voz kechmaydi ekan. Bu madaniyatdagi gimdagi narsa bo'lgandan keyin Shunday. nimada Yugoslaviya ittifoqi parchalangandan keyin Sırplar biz büyük Yugoslaviyani qaytib qurib chiqamiz deb nurg'un irqiy qirg'inchiliklarni keltirib chiqadigan, mayli Kosovoda bo'lsin, mayli Bosniya Hersegovinada bo'lsin, hammasi shu Sırplarningki vayron bo'lgan Yugoslaviyaga qiyolmay shuni qaytasida keltirma deb yoki burun o'zining qo'l ostidagi millatlarning o'z oldiga davlat qurishiga chidayolmay bo'layotgan ishlar u endi. Uni endi yana bir desak, bir minut. Yevropaninki mu jiq badal bilan buningdan masalan dedim o deyman. Masalan, burungi German imperiyasining boshlig'ini Kaiser deydi. Rusninkini zar deydi. Tsar. Zar. Hammasi nereden kelgan? Qaysardan kelgan. Yana Rum imperiyasidan kelgan. Bu nimadan derak berdi desa, Rum imperiyasi g'ulg'andan keyin shu Yevropadami shu Rum imperiyasining shu zaminni, ya'ni asli keltirimiz deganlar oldi keyni bo'lib to'xtamay chiqqan. Shuningga Yevropa tarixida azroq o'qisangiz 100 yil urushi, 30 yil urushi, dinni urushi degan jiq urushlar yuz berib, to'g'ri Çar padişahlarımı asaslıkla üzüne biz Hristiyanlarınki halifesi, hamisi, biz Rim imperisine aslik keltirimiz. Osmanlı'dan İstanbul'unu tatı alımız dep. Şu. Şununla ular jiq badal bilan oxirisi buni voz kechsak bo'ldi deb hozirgi Yevropa birligi shuningdan nim qilgan. Shuningga bu insonlarninkida hamda uzun hammasida ozdir ko'pdir bor. Bir yerga deydigan bo'ldi uni keyingi nim qiladi. Xo'sh. Bizdimi bor demakchi. Müslümanlardaki hilafet düşüncesi. Men shuni demakchidingiz aqshan temiz uzrab ketmasin dedingiz. Bo'ldi, unda qolsa ko'p rahmat Ilshatga. Bugun nihoyat yaxshi suhbat olib bordik. Qadrli ko'rmanlar, oxirida Ilshatga Xitoy madaniyatiningki gullangan davrlar haqida to'xtalib, biri Jo'bayligidan keyingi urush qaqbaglik davrini, ya'ni hokimiyat markaziy hukumatdan chiqqan har qaysi birliklar o'z oldiga ish qila oladigan bir davrni, ondan keyin ikkinchi bir gullangan davr bo'lsa Shimoliy militarist hukumat davrini, ya'ni 1911 dan 1928gacha Manching ag'dirilib Gomindan rasmiy huquqni davlatni qo'liga olg'ichi bo'lgan jarayonni Xitoy madaniyatiga gullangan davr dedi. Yani bu yerdeki medeniyettin maqsad qilg'ini aniqki fikrning taraqqiyoti, adabiyot san'atning taraqqiyoti, o'xshamagan qarashlarningki, mutafakkurlarningki o'tirg'i chiqishini maqsad qilgan Xitoyningki harbiy kinoyimchiligi yoki Xitoy madaniyatiningki davlat kuchi bilan tarqalgan vaqtlarini emas. Ilshatga ko'p rahmat. Bugun suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Keyin yana davomliq boshqa temalarda suhbat olib boraylik. Xo'sh bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarga rahmat.